Barchaga xayrli oqshom, hurmatli obunachilar. Mana shu onlayn biznes haqida yana ozroq tushunchalar berib o'tishga harakat qilaman. Ko'plab fuqarolar yozyapti, har xil kommentariyalar yozyapti, har xil fikrlar bildiryapti. Shunga men mana shu obunachilarimga bitta savol bermoqchiman. Ish deganda nimani tushunasizlarda, o'yin deganda nimani tushunasizlar? Meni fikrimcha, mana Adin ekspertga bir boksyor yutadi deb tiksangiz, ikkinchisi yutsa siz pulingizni yuttirasiz. U ketdi degani pulingiz. Lekin bizda onlayn biznes kompaniyamizda mana shu chorniy kassaga o'xshagan ish odamdan odamga o'tib yuruvchi pul. Mana ikkinchi odamdan birinchi daromadingiz tushishni boshlaydi. Qolgani xudo xolasa 30-40 yil daromad. $150 pul tushishni boshlaydi. 150, 300, 900, 2700, 8100, $30,000 tushish ehtimoli bor, odamga bog'liq. Mana yana ham tushuntirib aytayapman. Hech qanday aldov, yolg'on yo'q. Mana biz blogerlar hech qachon aldaydigan odam o'zini ko'rsatib video tasvir qilmaydi. Faqat bir narsaga ahamiyat berishlaringni xohlayman. O'yin bilan ishni farqiga borishlaringni xohlayman. $150 pul tushib boshlaydi. $150 o'zimizni o'zbek so'mida 2,350,000 so'm degani. Kimga qiziq bo'lsa, Akmal Jumayev Telegram kanallarini kuzatib boramiz, aloqaga chiqamiz, telefon raqamimni aytib o'taman. Xohlovchilar bo'lsa marhamat. Xohlamayotganlarga majbur emas. Kim qo'shilsa, o'zi uchun daromad topadi. Ro'zg'origa 2-4 ta non olib boradi, boshqa qiladi. Bizda yana ham aytayapman, yolg'oni yo'q, majburiy emas. Telefon raqamimni aytib o'taman: +99 899 775 1181. Siz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Ozarbayjon tilimizni tushunsangiz, qaysi davlatda ishlab yurishingizdan qat'iy nazar qo'shilish huquqingiz bor. Agar xohlovchilar bo'lsa, marhamat, ruscha harfda yozasiz, Akmal Jumayev Telegram kanali chiqib keladi. Ovozli xabar qoldirsangiz, javob berishga harakat qilaman. Xohlovchilar bo'lsa, marhamat, sog' bo'linglar.